Assalomu alaykum akalar. Hozircha uzoqroq texnikamiz ishqibozlari bo'lsa, texnikamiz sotiladi. Buni 2 marta profilimga qo'ydim. Yaxshi ko'rilyapti, lekin natija yo'q, sotilmayapti akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, texnikamizni narxini 150 million so'm deb qo'ygan edik. Narxini akalar yana tushirib qo'ydim. 130 millionga qilib beradi akamiz. Srochno pul kerak akamizga. Qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, nomer qo'yib qo'yaman. Texnikani motor korobkalari ochilmagan. Ikkala oldi baloni 40-45% ishlari bor. Orqa balonlar holati yaxshi, lekin o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 70-75% ishlari bor. Ish qilib turibdi akamiz. Bir qo'l minilgan texnikamiz chiroyli qilib e'tibor bilan minilgan. Pul zarurligi uchun akamiz sotaman, sotishim kerak deyapti. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqinglar, nomer qo'yib qo'yaman. Shunday xizmatlar bo'lsa, doim aloqadamiz akalar. Like, podpiska bosib qo'yaverasizlar.